Ro'mollarimni hozir bittasini o'rab olib chiqib ketyapman. Undan oldin sizlarga 3 xilini ko'rsatdim. Bundan oldingi istoriyada qanaqa chiroyli turar ekan. Ko'proq sportivniy kiyinganim hisobiga mana shunaqa ro'mollarni yaxshi ko'raman, chunki bundoq kapishon qilib kiyib olsanglar, mendan ko'ra yangi o'xshagan turasizlar. Qizlar qanaqa chiroyli turadi. Buni 3 xil rangidan olganman. Trikotaj ro'molni olganman. Bularda material menga juda ham yoqdi. Shu sababdan shu profildan 10 tacha ro'mol olganman. Organza ro'molni ham oldim. Kecha ko'rsatib o'tdim sizlarga. Ko'pchilik atmetka qilib keting degan deganlarga atmetka qilib profillarni qoldirib ketaman qizlar. Ertaga buni oqini ham olib ko'raman. Ko'proq qora rang ro'mollarni yaxshi ko'raman. Lekin materiali menga prям yoqdi. Turishi ham, anaqalari ham zo'r ekan. И manualdagi choklari ham даже аккуратный.